Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Proqramımız xoş gəldinizlər. Mən Riyasət Dostunlu Abdusattar Muhammed. Elçatqa xoş gəldiniz. Aleyküm assalam. Hoş geldin. Rahmet sizge. Əmdə bu proqramını yenidən bir tərtib edib yenidən başladıq. Bunun ismini əynək qoyduq. Aldığımızda təqəmmə yaxşı bir proqramlarını qıb getişdə tiləkdaşımız. Bu qitim əmdə Xi Jinping'inki Şərq Türkistan, yəni vətənimizni ziyaret qilishi to'g'riliq so'zlaymiz. Keyin bu Xitoyning manbalari qaragan vaqtda bizning vatanimizning iqtisodiyot oshqonligi burun qurilishdan avval 1 milyard 300 milyon atrofida yuan atrofida bo'lsa, hozir 2 trilyon 500 milyard yuan atrofida ekanligini, ya'ni keyin nupusniki 5 milyondan 26 milyonga o'sganligini, 34 yoshninki 30 yoshninki 30 yoshdan 70 yosh atrofida umrning uzoqligi to'g'riliq taraqqiyot to'g'riliq so'zni qildi. Xabarlarda shunday yozilibdi. Ammo hozir 2017dan keyin biroq nim bo'ldi, kamplar ochildi, solandi degandek Uyg'urlar 16 ming yaqin masjid yıkıldı, nurg'un fojialar yuz berdi. Endi bunun qarta Reşatga sizning ko'z qarashlaringiz bilan anglab baqsak. Aldı bilen bu programımı mübarek olsun. Hammamiz yangidan boshlayapmiz. Shuningga balkim jiq kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bularni tuzitib mengimiz hamda ko'ruvchilarninki buni to'g'ri tushunib, ham fikr berib yaxshi bo'lishi. Aldı bilen savolingizni aytdi, yaxshi savol bo'ldi. Xitoy atalmış Uyg'ur Avtonom rayonining 70 yilligini dag'dug'lik bilan tabriklab, bununla hatta merkezden Xitayninki bir ömek başlap, bununla Xi Jinping özü var. Gerçi ömeknin başlığı başka siyasi bürosununki yanı bir Xitay bolsunmu, ama Xi Jinping özü bildi badi bunun da baş olup. Berip bunu dağdug'luq tabriklab keldi. Bir yerde kızık yeri, eğer biz bu tabrikleşini bir küzetsek, bir alayidligi var. Mesela Xitayninki de atalmış Avtonom rayonunun 5'i var. Uyghur Avtonom rayonu, Tibet Avtonom rayonu, Mongol Avtonom rayonu, Jiangsu Avtonom rayonu, Tungan Avtonom rayonu. Ama hiç kaçan Uyghur Avtonom rayonu bilen Tibet Avtonom rayonunda bunda merkezninki məxsus beriş, onundan keyin aeroplandan Xitayning baş sekretari tushgan vaqtida qizil gilam selib uni aerodromda qarshilish, bu Xitoy o'zininkidimi ko'rilmaydi. Qanday odamlarga aerodromda gilam saldi deganda boshqa davlatdan kelgan ziyorat qilgani kelganlar gilam soladi. Qizil gilam soladi. Başka devletinin başlarına, mesela Kazakistan'ın Tokayev bağı vaxtida aldın ketim Xi Jinping ki evetken vekili aerodromda Beijing'de yana Tokayev'ni küttü, kızıl gilam saldı. Bu demeklik Xitay başka 3 Avtonom rayonunun hiç qaysıga bunda tabriklash bo'lmaydi, bunda berish bo'lmaydi, faqat Tibet ve Uyghur 2 Avtonom rayonga atalmış barıdı. Bu nemeden direkt verdi degende neme deymiz? Maligistin neme? Yok. Oğurunun yürügi pok pok deydi. Uygur'da bir gap var. Oğurun yürügi pok pok deydi. Bu zaman bizninki yana Şarkı Türkistan bu Uygur'un zemini, Tibetlerin zemini. Şunun için Xitay bir yerde bu iki zamanın emasligini bilgeçke, şunun bu yerde alayda bir xil, bir işgaliyet siyaseti. Bu işgaliyet siyaseti de özünün gücünü gösteriyor. Şu aerodromga Uygurlarına çıkıp, Tibetlerine çıkıp, aerodromda bula gilamdan düşke vaxtida, kızıl gilamga desteyende usul oynap ularını karşılayış. Bu xuddi çetelliklerini karşılayatgandek, bu bolsa mana işgaliyetninki ispati, delili. Bunu Xitay bile bilmey, özü bu zamanın işgaliyet
yana bir kesim biz bunu Tibet'in otonomiyası götürmek denktada. Guangzhou'nun girişiminde hiçbir Mongol'daki sarayı yani okumayın. Mongolların hazır Mongol yerinde okumayı yani hiçbir dilini aldığı bölgelerde 10% Mongol otonom rayonunda Avazınız biraz nim bo'lib qoldimi? Yaxshi kelmayotdi. hem de çoğu. Endi yaxshi. Ha, şununla bir yerde bu iki avtonom rayonga alaydı. Hem de sualımızga qaytib kelsak, Xitoy 2017 yildagi milliy qirg'inchilik bilan birga bu yerga keng ko'lamda Xitoyni yo'tkashga boshladi. Yana bu milliy qirg'inchilik, lager, turma, mecburi emgak ve Uygur medeniyet hamma nemisini yoktuş. Yani medeniyet itikadını yoktuş. Bir yerde meçitlerin çıkış, çeklip etiş, salam aleyküm deyişini mi çekleş, ayallarının yağlık meyli o yağlıkını kançilik çekilsin, yağlıklı bolsa onu ağzı etiş, erlergi sakal burut koyguzmaslık, bularının hemmesi medeniyet itikadını bütünle yoktuş. Onun için Uygurlarını Xitoyga narazılık bildirgen yoki Xitoyninki bu işgaliyetiga qarşılık bildirgen 3 avlod kuch surishtirib, ularni lagerga solash, ularni turmaga solash ve ba'zilarini qiynab o'ldirish yoki ba'zilarini mecburi emgak turmalarga solash bilan buni hamda Amerika 2020 yılı 1. ayının 19'u baş milli qirg'inchilik dedi. Şunun bilan bu başlangandan keyin Xitoy bu yerga ikki narsani alohida qilishga boshladi. Birisi Xitoyni yo'tkash. Buning da ochiq. Xi Jinpingning o'zining so'zi bor. Masalan, Amerikadagi kommunizmning ziyonkashligi uchirg'uvchilar fondi jamiyatining to'rbetida Xitoy saqchi hujjatlari bor. Onun içinde Bingtuan'da Xi Jinping'nin sözlügen sözleri var. Mesela şunun içinde ben makale yazıp elan kılgan. Mesela deydi o, Janub'ninki bazı yerlerde bütün Uygur yığılıp oturaklaşkan. Bu yerde hiç kandak Bingtuan yok. Bu demek bir yerde Bingtuan kuruş gerek. Bingtuan'ninki kurulması arkalık adam yötkep milli nopsini sarkıllaştırış deydi. Sarkıllaştırış degeni nima degan vaqtida Uyg'urlarning nopsini tushirib Xitoyninkini oshirish deydi. Shuning uchun abay Xitoyninki xuddi dokladida siz takrorlab oldida ko'rsatganga o'xshash bu nopus oshdi. Bu oshgan nopus Xitoy ko'chman, yana ishg'olchilarning nopusi oshdi. Ammo Uyg'urning nopusi kelmaydi. Bu qirg'inchilikninki natijasi bo'ldi. Bu qirg'inchilikninki bu yerdagi ko'rsatgan natijasi Uyg'urning nopusininki tushganligi bu ham Londondagi Uyg'ur sotininki natijasida isbotlandi. Buningga alohida tadqiqotgar Adrian Zenz tadqiqotchi shu kommunizm ziyonkashlik uchirg'uvchilar jamiyatininki shuningki bir tadqiqotchisi bu odamninki Xitoy bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'urning nopusininkini o'zining son sepir statistik son sepiri bilan isbotlab ko'rsatdi. Shuning uchun ham yig'inchoqlab aytganda javobingiz savolingizga bu yerda Xitoyning nopusi oshdi, ko'chmanning nopusi oshdi, ishg'oliyatchining nopusi oshdi, ammo Uyg'urning nopusi kelmaydi. Qirg'inchilikqa uchirdi. Hamda iqtisodiy jihatdan nima degan vaqtida bu yerda majburiy emgak yana Uyg'urga chetiladi. Masalan, hozir dunyoda bo'libmi ma haftada eng nuqtali bo'lgan bir masala nima deganda Amerikaning prezidenti Trump haftaning 4'i Xitoyni qattiq ayblab bo'libmi rare earth deydi. Yana yer sharida kam uchraydigan minerallarninki buni Xitoy kontrol qilib butun dunyoninki fan texnika bo'libmi semiconductor deymiz,
chip deymiz, AI'ga işiltidigan, şu en terakki kılgan, pen texniklarga işiltidigan, kam uçuraydigan bu minerallar fakat bizning vatanda anjiq chiqadi. Hamda buningki pishqilab ishlashning hammasi bizning vatanda. Buni pishqilab ishlayotganlar kim o deganda yana Uyg'ur majburiy emgak. Buning ichida turmaga kesilganlar bor. Hamda shu lagerdan yo'tkab apag'anlar bor. Xitoyning bu yerda Uyg'urlarga tutgan bir siyosati bor. Adrian Zenzningki dokladida başta izchil ta'kidlab kelyapti. Nol ishsizlik. Qarashda nayki yaxshi bu, güzel bir xil. Euphorism deydi, o deymi İngilizce. Nayki chiroyli anlatıldı. Nol ishsizlik. Uyg'urlarga ishsizlik yo'q degan gap. Xuddi nol Covid deganga o'xshash. Nol Covid deganga o'xshash. Hemen apirib solab qo'yib nol Covid. Hemen apirib solab qo'yib no terrorizm. Nol jinoyatchilik. Şununla Uygurlarını apırıp, hemmini solap, hemmini mecbur emgek selip, bana bizde Uygurlarda işsizlik yok, hem Uygur işlevatıdır. Şunun olan hem de kayıp gelsek, bir yerde muşu məhsulatlar ve Xitayning sağa məhsulatları, Xitayning zavutları, hemmisi Amerika'nın kim, Uygur milli kırgınçılık tüpeylidir, caza uçurgan, solar panel, yaki müşürüyoruz, hemmisini bizden vatanga apırıp, bir yer işlep, O'rta Asya arkalı, mesela hazır Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'a Xitayning zavutlarının kalpığı var. Ama zavut üye demez. Çünkü zavutunu üye koysa, tanarık iş bitidi. Üyedeki emgek gücü, onda mecburi emgekki bikak işlemeydi. Şunun için bizden vatan işleydi, çıgıradın ya poyizdular ya maşinular ekirdi, üyedeki Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'daki zavutları verip markını çaplaydı. Onunki Avrupa arkalık Amerika, ya ki Türkiye arkalık Amerika, Avrupa bir yerlere setovatıdı. Bana bunun olan Xitay'ınki atalmış bu Uygur Abnum rayonundaki iktisadımı açtı. Bu iş nime diye vaxtıda yanıla milli kırgınçılıkınki neticesi ve işgaliyetininki siyasetinin neticesi. Bu yerde bu meyli nopsunun işi olsun, meyli iktisadının işi olsun, bununla biz Uygurlar kurban. Uygurlar bedel tölevatıdı. Kan bilen, can bilen ve hissiyat, ruhi cihetki hem zoravanlıkınınki tüpeyle de Uygur bu bedelini tölep, Xitayning bu sansipirini dünyaya jakarlışıga Uygur milli kırgınçılığı bununki bediligi keldi desek boludu. Rahmet. Hem de muşun kulaplam ikinci sualını sorsam. Nigayda ben vatandaki vakitte mesela atalmış Şinjan haberlerde nemeden bizden vatandan çıkan mesela yarasızlık baylıklar bolsun mesela iktisadi her türlü nesneninki yötkilep ketilganlık. O vakitte 100 koyununki mesela 100 yuanның 1 yuanı kep kaldı. Ama hazır 100 yuanınki hiç bulmasa 5 yuanı Şinjan'ın taraqqiyatı işletilip atıdı. Dep şunda dep kögentim haberde. Hem de yakınның yaqı mesela Kazakistan, Kırgızistan, O'rta Asya devletleri bevosita Beijing'e berip jig'in mesela görüşmeni qilmay bevosita mesela atalmış Şinjan Abdum rayonu Ürümçiге kelip mesela nurgun iqtisadi kelishimlarni qilib atıdı. Berishdan ojiz qilmayapti. Mesela bu yerga mablag' silinib atıdı hozir yaqindan yaq. Bu hem de bu nimani bildirdi sizce? Menimce bir yerde bir stratejilik özgürüşününki Xitayninki strateji cihetden o özgertişinninki siyasetinin bir neticesi desek buldu. Şunun bir hadisi yani geopolitikninki. Hem de Amerika Obama'nın devrinden başlap Pivot to Asia dep bir yeni siyaset çıkargan. Bu siyaset Pivot to Asia degene nima degan vaqtida bu bir konsept. Yana Amerikaning kelgusidagi
strategiye noktası Asya. Yani Tinç Okyanu'nunki mukumluğu, Tinç Okyanu'nunki o kırgıdaki Amerika'nın menfaatini kapalatke igi kılış. Bu Obama prezidentininki ikinci kararından keyin başlandı. Onundan keyin Trump efendim çıktı. Üyede Obama'nın mesela TPP'de yani Tinç Okyanı etrafındaki demokrat erkin bazar devletler yani kapitalizm yolundaki iktisadiki devletler birlikte bir soğuk kilişim tüzgen bir yerde. Onunla bütün şu şeritke toşulgan devletler kirdigan maksat inikti. Xitayni sıkıp çıkırıp etip kağallarını yığıp ekilip bu maksat Xitay'a qaratgan. Ama bu uzunlu közlügen. Ama şunun bilen kendi Obama'nın kendinden Trump prezidentininki birinci ketimlik oldu. Trump Obama nait sılıklık bilen başladı onu. Peyvitto icad yaptırıp. Asya bizden noktamız Amerika'nın yaptırıp. Kim düşmanlığını uçuk demedi. Ama Trump efendiminki kege vaxtıda birinci kararı da düşman Xitay. Hoş. Xitay iqtisadi jihatdan Amerikani talan tarajı kıvatıdı, dünyanı talan tarajı kıvatıdı. Xitayda soğuda dünya bilen boğan soğudusu da tengsizlik naiti iğir. Xitay çinimaslık kıldı, oğurladı, buludu, tehdit kılıvatıdı dep bu Xitay'nın düşmanlığını enik dedi. Ama bir siyaseti enik boppoğuça yıl toştu, şunu olan bu adam ketti, Biden çıktı. Biden mı yani şu siyasetini devamlaştırdı. Mesela pantexniklerde cık narslarını çeklimi koydu. Xitay'nın şirketlerini cezalaşkı başladı. Ama yanıla Xitay rekabetçimiz. Düşman emez. Rekabetçimiz de manga. Trump efendim kaytıp geldiğinden ki rekabetçimiz emez. Dünyanın tehdidi Xitay. Bizning mi tehdit çoğu birinci düşman Rostom mu ve mayada bir ağız gepi var. Tarihteki körülüp bakkan en xatar düşman dedi. En xatar düşman. Şunun için Amerika bütün armiye hatta ki Avrupa'daki Ukrayna uğraşını mı taşlap Amerika uğraşını mı taşlap Xitay düşman. O Ukrayna'nınkini Avrupalıklar üzerine hal kılınlar. Mayak bizdenki birinci düşman. Bunu yok etmişsek, bunu takabül durmuşsak, bu hemimizge hatar degen ma siyaset mangdi. Bu siyasetni Xitay mı es kıldı. Obama'nın devirden tartip es kıldı. Şununla Xitay'ınki türmege hazır kirip ketdi, Xi Jinping solu etti. Liu Yajou dep Buronqda Li Shanyanning kuyoğlu. Yani Xitayning devlet reisi olan Li Shanyan degan Xitayning kuyoğlu olan Liu Yajou yazgan bir çoğun makalesi var. Bu bir nima deydi? Garip degan. Yani bunun da bu adam hem de Liu Yajou öz vaqtida Xitayning Mudofaa Universitetininki baş siyasi komissarı olgan. Stratejiye harbiy almayandı Xitaylarninki. Bu Xitay nima deydi deganda Sharqdan yana dengizdan Xitayning kelgusi ochiq emas. Chiqolmaymiz deydi. Bu yana Amerika to'siyapti. Birinchi Aral zanjiri, ikkinchi, uchinchi bunu buzish uchun cho'ng urush boshlanishi kerak. Bu urush boshlansa yengalishiga ko'z yetmaydi Amerikani. Yana demak bu yerda dengiz tarafdan Xitayning kelgusiga chiqish yo'li yo'q. Amerika bilan bevosita tutishib qoladi. U yoqdan mangsa. Chunki Tayvan masalasi bor, Filipin bilan hozir zamin talashyapti, Yaponiya bilan bor. Bu yoqda hammasi davlatlar kuchli. Aniki Xitoyni tushunadigan davlatlar. Mayli Tayvannikilar olsun, mayli Yaponliklar olsun, Xitoy nayt yaxshi biladi. To'g'ri, burun urush qilib baqqan. Qilib baqqan. Madaniyat jihatdan yiqiligi bor. Zo'migar, o'ktam, chidamas, kuchliroq bo'lib qolganlarga yig'laydigan,
acizlarni bozak qildigan bu burundan Xitoyning mijozi deb buni biladi. Shuning uchun Liuyajo'ning shu vaqtda ko'rsatgani biz sharqdan chiqolmaganiki g'arb tarafga qarab bizning vatanni hamda yana Sharq Turkistonni Liuyajo albatta o Sharq Turkiston demaydi. O maqolasida, kitobida Şinjanni Xitoyninki kelgusidagi bir cho'ng baza qilib O'rta Osiyo orqali Yevropaga oldi bilan Yevropani kontrol qilish, ya'ni ta'sir doirasiga kirgizib, undan keyin Amerikaga o'tsa, bu vaqtida Xitoy kuchli bo'ladi deb degan. Bu fikrni bergan. Xitoy hozir naq shuni tutyapti. Shuning uchun Xitoy masalan shu rare earth dedi hozirgi eng nimada. Hattoki hozir xatolashmasam Xitoyning AI yani eng zamonaviy hozir fan texnikaning oldigu AI. To'g'ri. Artificial intelligence yani sun'iy aql. Shuningki eng chong kompyuterni xatolashmasam qumulg'imi bir yerga quryapti. Demak, Xitoy endi butun iqtisodini hem açlık baza bizden vatan, hem energiya baylығы var. Nima uchun AI'ni uya qurdi? Bizninkida ko'mirdan chiqadigan elektr olsun, mayli nima shamoldan chiqadigan bo'lsin, elektr azan bizning vatanda. Mayli gazdan chiqsin. Shuning uchun bundaq elektron jiqshiltirgan eng chong super kompyuterlar deydi. Bular hammani hozir bizning vatanga yetkazayotdi Xitoy. To'g'ri, uni o energiyani atoyatan yetkazib ishga ishlatib qilgandan shu qilganda ayada qilsa, shuning uchun Xitoyninki bu Uyg'ur milliy qirg'inchilik bilan zich munosabatli. Yana Xitoy Uyg'urni bu hamda so'zlasak bekchiq uzilib ketadi qisqa. Xitoy 2009'daki Ürümçi 5. iyul qirg'inchiligidan keyin Uyg'urni davlatning dushmani deb ochiq e'lon qilgan. Buning da yana bir Xitoyning harbiy olimi bor, Dai Xuningki Shanghai Weibo Yuan yana chet el til universitetida 2010-yili so'zlagan so'zida aniq deydi. Agar biz kelgusida Amerikani tutib qolsak, Amerika bir kechada 40 mingdan 50 minggacha Uyg'urni 400 ming damdi. 500 minggacha Uyg'urni shu zaman qurollantirib bizga sala olaydi Uyg'urlar ne deydi. Bu demak nima deganda Uyg'ur Xitoyning birinchi dushmani. Shuning uchun Xi Jinping 17dan boshlab o gerçi 12-ci chiqqan bo'lsa-mu, bu qadam siyosatini izchillashtirib, muqimlashtirib, bu milliy qirg'inchilik hamda 17-yili keng ko'lam boshlandi deymiz, ammo bu to'xtab qolgani yo'q. G'aliyatdan boshlangan. Shuningga buni boshlab Uyg'urlarni 2017dan hozirgacha mana degan vaqtida dinimizni yo'qotdi, hozir ko'rinishda qalbimizda bor, men ishonaman, vatandagi Uyg'urlarning qalbida yana Xudo bor, yana o'zining islomiy e'tiqodi bor, iymoni bor. Vicdanıma bak, ama ulanı nopis orqali tangshash, ko'chirish orqali ularni hammani qamal ichiga yuvoldi Xitoy. Shuning uchun Xitoyning ko'z qarashida bu zimin hozir Xitoy uchun xeyli mukammal bir darajada Xitoyning bo'ldi. Shuning uchun fan texnika, iqtisodiy mablag' selish buni hammani bu yerga yetkazdi. Mana qisqartib aytsam bu bir geopolitik dünya vaziyetiga bağlangan Xitoyninki bütün mablag'ni bizning vatanga selish, bu selish orqali ham u yerga ko'chirib olgan Xitoylarni, ko'chman ishg'oliyatchilarni kapolatga ega qilish, ham u yerni o'zininki fan texnika baza qilish va O'rta Osiyo orqali Yevropaga ta'sir ko'rsatadigan kuchininki bazasi qilish. Shuning uchun bu yerda mablag'ni jiqsilib qilib qolgan yeri shu. Abay siz deganga o'xshash, masalan $100 chiqsa bizning vatandan $1 qo'yib qo'yib 99 ni Shanghai, Beijing bu yoqqa aktatdi. Hamda hozir Xitoy bildi. Agar Amerika bilan Tayvan to'g'riliq so'qishib qolsa,
Amerika aldı bilen ne katıdı? Başkuruluş bombani. Şanghay katıdı. Beijing katıdı. Xitayninki bu merkezi katıdı. Şunun için bunu yötkep bizning vatan gapirib, bu yerni bazı qilish hem bu yerda azon emgak kuchi bor, boylik bor, energiya to'liq, biron degan masalan Dongchi Shichi Dongshu deydi. Yana g'arbdagi gazni sharqqa yetkazish. Shidan Dongsung deydi. Yana g'arbdagi elektronni sharqqa yetkazish. Buning hammasi hozir yetkazishning hojati qolmaydi. Agar bu shu tokni ishlatadigan pan texnika bo'libmi, shu AI'ga ishlatadigan super kompyuter deydi. Undan keyin quantum kompyuter deydi. Bular hammani u yerga olsa, bu hammasi o tayyorli narsada. Shuning uchun bu sanseperlarning oshqini va u yerda qilib qolgani yig'inchoqlab so'zlasak bir og'iz jumla bilan Uyg'urga manfaat yo'q. Göçmen, işgaliyet Xitayning manfaati uchun. Rahmat. Bu so'zlaringizni men bir ikki jumla bilan to'liqlasam, qo'shib qo'ysam, Machiavellininki ishg'olsiz tizimlarni qanday boshqarish deganda o'zining farqini ko'chirib, shu hatto podshoning shu ishg'ol qilingan zimida turishi teg'imi to'g'ri. Chunki har qanday bir kichik o'zgarishlarni ishtiga qila oladi. Shu vaqtda teg'imi tez bostirib, u xalqni teg'imi bostirib uzun mezgil tutib tura oladi degan teoriyasi bor. Rahmat. Keyingi savolga o'tib ketsak, endi Xitoyninki yaqindan yaqin masalan Xitoy o'qituvchilari bo'lsin, demokratchilar bo'lsin yoki Falun Gongchilar bo'lsin, ba'zi deymiz shaxsiy medialar bo'lsin, shu Xitoyninki 4-umumiy yig'indan keyin tushib ketadiganligini deb qaraydi ekan. Endi siz buningga qarshi bir ekansiz. Unda sizning bir ko'z qarashlaringizni bir anglab baqsak bu to'g'ri. Buldu. Xi Jinping'ni tushib ketadiki, huquqdan arilib qapti, kasal bo'lib qapti, o'lib qoladi ekan. Siyosiy o'zgarish bo'libdi. Harbiy ishlar komitetininki yana bir raisi bor, Gang Yusha degan general. Hozir huquqni Zhang Yusha so'rab etibdi, Wen Jiabao so'rab etibdi, Hu Jintao so'rab etibdi. Xi Jinping faqat yuz xotiri qilib, uni vaqtincha shu raisga bosh sekretar qo'yib qo'yibdi. Degan bu gaplar oldi keyin bo'lib 1 yil oldi deb qarayman men. Bulto'dan boshlangan bu gaplar. Men izchil holda menga telefon qilib so'ragan Uyg'ur qarindoshlar bor, ba'zi yoshlarmi bor. Bularga hammasiga dedim, bu hammasi yolg'on. Xi Jinping huquqdan mukammal dedim. Hozirmi mening ko'z qarashim Xi Jinping'ninki huquqi nihoyat mukammal. Bu yerda o 4-umumiy yig'inda tushib ketdi u bu degan hammasi yolg'on ig'vo gaplar. Bu yerda mana bir masala bor. Diktator hokimiyatlarda diktator bo'g'ichi bir yerga borgan vaqtida masalan siyosiy o'zgarish olsun yoki bir odamni tushirib o'tish uchun bir diktatorni uning o'rniga dassiyalaydigan azroq o'zligi bor va o'zining xarakterini saqlab qola oladigan bir raqobatchi bo'lish kerak. Masalan Xi Jinpingga bo'shlaydigan bir Xitoy bor. Xi Jinping uni olib turmaga solib atdi. Nima? Hu Jintaoning davrida. Xi Jinping chiqishdan burun. Bu Xitoy bo'lgan bo'lsa, bu raqobatchi, ammo u hozir turmada. O'ldimi, bormi turmada bu deyman. Bu raqobatchi bo'lmagan vaqtida hammasi agash kuchi bo'lsa, hammasi voy xo'jam deydiganlar bo'lsa, o siyosiy o'zgarishmi bo'lolmaydi. Bu odam ojizlab ketgan vaqtidami uni o'zgartiradigan, uning o'rnini daslaydigan bir raqobatchi chiqolmaydi. Masalanga men ikki misolni. Birisi Stalin, kommunistlarninki eng cho'ng diktatorsi. Stalinninki 41-yili
6 ayının 22. günü saat kaçtı o deyme. Hitler Nazi Germaniya çigrasının 300 kilometre kenglikdeki Polşar German çigrasından hücum Sovyet kirdi. Kirgen vaqtida bir kunda necha yuz kilometrini besip, minglagan, 10 minglagan Sovyetning qizil armiyasini asirga elib, besipla xuddi bir ilqi Xitoyning o'zining gapi bor, sotsializm dag'dam yo'li deydigan shu dag'dam yo'lda mangandek mangidi bular. Shuning bilan bu bir haftagacha Sovyetda bir iniq, buningga bir qarishlik, unumlik bir narsa bo'lmaydi. Bo'lmasının sebebi nima degan vaqtida yaqinqi hozir bir necha cho'ng tiptiki Stalin to'g'riliq kitoblar, mayli Amerikaning, mayli Rus, Sovetninki, Rusning yozgan kitoblari bor. Shu vaqtida Stalin Hitlerga shunda ishongan. Buni bunda tuyuqsiz hujum qildi deb o'ylamagan. Ama kirgandan keyin gangrab qilib bir haftagacha o'zining dachisidan o Moskvadagi ishxonaga bormagan. Nemenin işçiye özünün dağçısında solap, özü yalnız, aşı öyle günde uyaktım yanıp, kandaksa kömsem pişamdı, yaksam pişamdı, hıyal bilen jüge. Şu vakti da, mesela siyasi bürosu da, Stalin'inki Molotov ba, Beria ba, yani bir neçe çoğunları ba. Hiç kaysının kallısıga, bu Stalin'ni bu fırsatın paylanıp örüp iteyli degan bunda xiyal kelmegan. 3-cü mü, 4-cü günü bo'lgan vaqtida siyasi bürosunun hammasi Stalinning dachisiga berib, alilari silli chiqmaslar qanday qilamiz biz yo'l topam, nima qilishni bilanmidik. Siz hamda chiqib bir so'z qiling, manda qilayli degandan keyin Stalin deb undan keyin chiqib so'z qilib, undan keyin buni boshlaydi. Şuna olan Sovyet xalqi hozirgacha Ruslarmi Stalin ulug' bu jangda boshdan oyoq yangan deydi. Ama bu yerda mening demoqchi o'g'lim nima degan vaqtida diktator o'ziga raqobatchilarni yenida qo'ymaydi. Qo'ymag'achqa shunda ojiz vaqtidami uningga bir raqobat chiqolmaydi. Yuraklik mani o'rib yetaychi fursatgan bu deydigan odam yo'q. Ham ikkinchi misol kim o deganda Mao Zedong. Mao Zedong hayatının ahirki vaqtlariga kelgan vaqtida yenida Zhang Yifeng degan bir Xitoy tatiyi bor. Hatto o'zining xotini Zhang Qingmi uning hujra yotgan yeriga kirish uchun shu Zhang Yifeng degan Xitoy tatiyining ruxsati bilan kirdi Mao Zedongning yeniga. Mao Zedong Hua Guofeng bilan ko'rishsin, Wang Hongwen bilan ko'rishsin, shu yenidagi siyosiy byuroning bilan ko'rishsa, gapi uç emeske. Kayniga vaga vaqtida duduqlab so'zlaydi ki, shu tatay uningga tarjim qilib berdi boshqalarga. Mao Zedong manda da'vatidu deb. Manda dedi deb. Ama shu vaqtidami bir Xitoy chiqib, Mao Zedong jaqlanmaydi. Bu bir tatayning qo'li qarab qoldi. Hatto o'zining xotinimi anda manda deb Xitoylar deb baqdi. Biraz qo'pib, voy bu o'laydigan odamni go'rga tashlab etayli va siyosiy o'zgarish qilsak olamiz deydigan hech kim chiqmadi. Nima uchun? Raqobatchi yo'q. Raqobatchi buni hammasini ya turmaga solyapti, ya o'ltiryapti, joylayapti. Shuning bilan bu raqobat yo'q. Hozir Xi Jinpingning yendiki odamlar qanday qiladi desa, naq shu Stalinning atrofidagi, Mao Zedongning atrofida qilib qolgan odamlar. Bular voy xo'jam alileri sıllıdın kalsın. Sıllı neyme desler, şu boyunca bana doğru deydi Allah. Doğru. Şununda bunda ya vaqtida bu xil narsalar o hammasi axmaydigan gap. Endi bu yerda bir narsani qo'shib qo'yay, qisqa qilib. Mushu xabarlarninki 90% Falun Gongchilarninkidan boshlanadi. Onundan keyin Xitoy demokratlari ishiltidi. Hatta ba'zida Amerika'nınki tadqiqotchilarimi buningga aldangan vaqtlari bor. Masalan, bir misolni dey. Amerikada dangliq bir siyosiy analizchi bor, Republican. Gordon Chang degan odam. Buning bir tadbiqotida Xitoy vil tutishdi, ammo nayt Xitoyga o'sh, Xitoy gumron bo'ladi deb bir kitob yozgan.
Ama o kitapni yazgınımı 30 yıl olaydı gumran bulmadı hem de. Muşu çıkayla aldı da o değil mi? Xi Jinping mesela siyasi özgürlükte o bu degende Trump efendim birinci ketim Xi Jinping bilen telefonda görüşken vakti. Görüşmekçi boğan bir iki günden keyin. Şoňa Gordon Changmo Muşu Xi Jinping agdırılıp ketipdi, siyasi özgürlük optu, o bu degen gepler işinip ketip, özününki Twitter'da yani X'da Prezident Trump aslında Xi Jinping bilen görüşmeslik gerek telefonda. Bu degen hazır hukuktan arılıp kaldı. Bu siyasi özgürlükten düşüp gitti dedi. Ama onda bulmadı. Onun ötüp ketkenime 4-5 ay oldu. Xi Jinping yanı şu yerde. Bunun tipik misali mesela Xi Jinping'in hukukunun mükemmelliğini birisi Tibet'e, birisi bizning vatanga borgan. Onun aldıda Kazakstan'a bordi. Yanı qaysi davlatga bir davlatga bordi. Odatda siyasi özgürlükte hukukdan qolgan rahbarlar unda chet elga chiqolmaydi. Chiqqan holatdami qaytib kelinmaydi. Masalan, Huawei'ni qanday ag'diryapti Xi Jinping Yevropaga ziyoratga berib keldi, ziyoratdan qaytib kelgan vaqtida uningki uni yevatdi. Ziyoratga yo'lga sevitib, o'zlari deyishib, uningki qaytib kelganki istibo bergizdi. Odatda hukukdan o xatarda turgan diktator hech qaysi chet elga chiqmaydi. Chunki chiqdi, o hukukdan arilib qoladi. Shuningga yig'in chaqlab etgan vaqtida Xi Jinping'ninki hokimiyatdagi huquqi hozircha mukammal. Hech qanday bir uni ag'dirib etadigan, meningcha shaxsan mening ko'z qarashimda siyosiy bürosida uning raqobat bo'la oladigan Xitoy yo'q. Shuning uchun ya o'lish kerak bu kasal bo'lib, ya bo'lmasa hamda biz o hech qaysimiz ramchi emas, o nima emas, bir tuyuqsiz bir siyosiy o'zgarish bo'lib qolsa, ham o ajib emas. Ammo lekin unda bo'lsa o ayrim bir ish, o ayrim bo'ladi. Ammo unda qilqi evitib, yana huquq turib turadigan unda ish bo'lmaydi. Chunki siyosiy o'zgarish degan ya sen bor, ya men bor. Men bor bo'lsam sen o'lasan, sen bor bo'lsang men o'lishim kerak. O ikkimiz tang tura oladigan unda siyosiy o'zgarish olmaydi. Shuning bilan menimcha bugungi kun tugatsak. Rahmat. Rahmat. Degandek ham davlat eng ojiz vaqtdimi, masalan, setilib turib, masalan, o'ziga qarshi odamlarni yo'qotib, har xil nimalarni tik tura oladi. O'zgarish bo'lib ketmaydi odatda. Rahmat bugungi programmamizga qatnashib qimmatli fikrlaringizni berganingizga. Ko'rmanlarimiz ko'ryotadi. Agar buningdan ko'rganlar masalan o'zlarini taklif fikrlari, savollar bo'lib qolsa, inkaslarga yozib qo'ysanglar. Biz bunun keyingi programlarda buni ko'rib chiqib savolga tizib turib sizlarga javob berishga tirishamiz. Bu aynak bir tarafdan o'zimizni ko'radigan aynak desek mi bo'ladi? Bu nimish aynaklar qo'ydik deganda o'zimizning kamchiliklarni ko'ra olamiz. Yana bir turib bir pencere shakldagi aynak. Ya'ni bu masalan har bir kishininki boshqa bir aynakdan turib, boshqa bir pencereden turib sirtni ko'rishi deb tushunsak mi bo'ldi? Bu hammamizning programmasi, hammanglarning qo'llab-quvvatlashinglarni tovanchilikdan so'raymiz. Yashatga ham sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Keyingi programda ko'rishguncha omon bo'ling. Sizning uchun hammanglarga rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarimga rahmat. Xo'sh. Allohga omonat. Allohga omonat.